Cobalt'ni xohlasangiz sotib keling, agar sota olmasangiz olib keling, o'zimizda trading xizmati mavjud. Haydab yurgan mashinangizni olib qolamiz boshlang'ich to'lov sifatida. Qolganini 3 yilgacha foizsiz rassroshkaga chiqarib bera olamiz. 3 yilgacha. 3 yilgacha o'zingiz nomingizga chiqarib Eng beramiz. minimal necha foizini to'lash kerak? Eng minimum 30% dan. 30% dan rassroshkalarning foizi boshlanadi. 2 Pro kunlik to'lov 50 ming so'mdan. 50 ming so'm. Kunlik to'lov 50 ming so'mdan. 2 Pro qarang, narxi 214 million 900 edi. Hozir 189 million 900, 190 million. 190 million. Bunga ham rassroshka bormi? Bor. Cobalt'ning puliga sal qo'shing, sal qo'shing beradi. Nima komfortlari bor? Mashinaning qomati juda baland, lyuk, kojini salon, skavenkalari qiziydi, zavodskoy monitor, avtomat korobka, elektronniy rushnik, cruise control, multimedia управление, elektronniy rul. 45 litr bilan polniy 1300 km 1300 km yuradi. Qachon ham ayrim gibridlar bor, 70-60 tezlikdan keyin benzinga o'tadi. Bu unaqa emas. Qachon tugasa, tok bilan yursa, keyin benzinga o'tadi. Xohlasangiz o'zingiz o'tkazib yursangiz ham bo'ladi. Xohlasak gibrid etib qo'y dedi. Agar ikkinchi qator o'rindig'ini tushirsangiz, bemalol uxlab ketsangiz ham bo'ladi yo'lda. Adaptiv cruise control zaryadchiklari komplektida bor. Zapaska balon pastida bo'ladi. Mashina 4 ta oynasi, bagaji, panoramasi, disk rejimi bor. Bezopasnisi go'shli. Bezopasnisi bor. Bolajonlarimiz uchun bu ayniqsa juda kerakli narsa. Xo'sh. Mashinada start stop, kalit umuman yo'q. Ishab yoqamiz buni. Ha, bo'ldi, mashina yondi. Yondimi hozir? Mashina yondi. Rementni taqib, tormozni bitta bosasangiz, mashina yonadi. Lekin faqat eslab qo'ying, rement taqilgan bo'lishi kerak. Eng menga yoqqan to'g'ri mazaqanim, o'zi oddiy narsa. Lekin insonni jalb qilishi boshqacha. Ben tarafdan. Makiyajni zerkalasiga e'tibor bering. Eng kichkina detallargacha e'tibor berilgan mashinaga. Nechta ochkichi bunda? Bunda 340 ta o'tkish. 340. 260 tezlik. Hamma mashinalarimizda Mitolka 6, 7, 2 hamma modelimizda 25 million so'm skidkasi bor. Skidka bilan 239 million 900, 214 million 900 ga olinadi. 214 million. Boshqa avtosalonlardan farqimiz, boshqa avtosalonlar parog, tonirovka, u bonuslar shuni ham biz ham beramiz. Undan tashqari Arizo 6 Pro Triglayniga shunday podarka qilib yuborish imkoniyatimizda bu. Qachon beriladi bu? Skoro shu yaqinda beriladi. Ana shu videoni ko'rayotgan odamga o'zim nasib bo'lsa shu kalitni topshirish nasib qilsin. Eng kamida Cherry minaylik, bundan zo'rlarini minish hammamizga nasib qilsin. Demak, Cherry avtomobilini xohlagan modelni xarid qilgan odam Arizo 6 Pro ni yutib olish imkoniyati bor. Assalomu alaykum aziz obunachilar, sizlar bilan Uzlidia TV kanali. Bugun biza Buxoroda Cherry Buxoro avtosalonidamiz, Vlad Auto City'ni Cherry bo'limindamiz. Hozir sizlarga Cherry avtomobillari, narx-navolari, to'lov usullari, rassrochkalari haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Bu yerda rassrochka olaman deydigan yurtdoshlarimiz uchun xohlagan modellaringizni o'z pulini bo'lib to'lasha rassrochka asosida xarid qilishlaringiz mumkin va bundan tashqari qulayliklarni sizlarga video davomida tushuntirib o'tib ketamiz. Xullas, Cherry avtomobilidan qiziqib yurgan yurtdoshlarimiz bo'ladigan bo'lsa, aynan shu avtosalondan xarid qilsangiz, eng zo'r takliflarni va tanlovlarni egasi bo'lgan bo'lasizlar. Demak, meni manzili Buxoroda, birinchi kommentariyada meni lokatsiyasi bo'ladi. Shu lokatsiyaning ustiga bosib to'g'ri kelishlaringiz mumkin. Bizda ko'pincha Arizo 6 Pro modellarini ko'rganmiz. Hozir to'liq Cherry'ning necha xil modeli bor, narx-navolarini chek ichona girib tanishib chiqamiz. Like-ni bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar, xudo xolasa. Endi bu modellarimizdan o'z narxini bo'lib to'lash asosida olsangiz ham bo'ladi. Assalomu alaykum. Ava yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Farmon ishlar bilan bog'lanmisiz? Rahmat. Shukr, rahmat. Ava Cherry'dan necha yangiliklar bor? Nima qulayliklar bor? Necha aynan Buxoroga kelib, sizlardan xarid qilish mumkin. Necha takliflarni berib bilasiz? Assalomu alaykum, bizning hurmatli kuzatuvchilarimiz, Cherry Buxoro avtosalonini bugun nima yangiliklar bo'ladi, hammasini batafsil tushuntirib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Eng katta bomba yangiliklarimiz videoni oxirida bo'lib o'tadi. Agar xizmatimiz sizga yoqsa, bitta like bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozish esingizdan chiqmasin. Bismillah deb boshlaymiz biz. Cherry modellarini, salonni, komfortliklarini bilamiz. Bu modellar birinchi rassrochkani tanishtirsak, keyin birinchi biz o'zbekmiz-ku baribir. Yegan vaqt bir yer buzilsa, amazotiriga ketsa, boshqa ish etsa deb zapchast bo'yicha muammo bo'lmaymi bu modellarda? Bizda Cherry avtosalonida 3 yildan beri o'z ish faoliyatini olib boryapti. ADM zavodidan to'g'rima-to'g'ri olib kelamiz. Zavoddan birinchi qo'l bo'lasiz. Zavodi Jizzaxda yig'ilayotgani uchun
umuman unaqa zapchast masalasi, buzilish masalalari bo'lmaydi. Mashinalarimizga 5 yildan 8 yilgacha garantiya beramiz. 8 yilgacha, Agar aha. zavodskoy defekt chiqib qolsa, biz uni tekinga taxlab beramiz. Aha. Tekinga tuzatib beramiz. 2 Pro kunlik to'lov 50 ming so'mdan. 50 ming so'm. Kunlik to'lov 50 ming so'mdan. 2 Pro qarang, narxi 214 million 900 edi. Aha. Hozir 189 million 900, 190 million so'm. 190 million. Buni ham rassrochka bormi? Bor. Cobaltning puliga sal qo'shing, Aha. sal qo'shing beradi. Nima komfortlari bor? Mashinani qomati juda baland, lyuk, Aha. kojini salon, skemenkalari qiziydi, zavodskoy monitor, avtomat korobka, elektronniy ruchnik, cruise control, multimedia управление, elektronniy rul, orqa parktronik, zadniy kamera, spiralli lobovoy, intellektualniy danli bilishni faralari, hamma narsasi bor. Eng asosiysi, kunda 50 ming so'mdan to'lab bu mashinani xarid qilsangiz ham foiz yo'q, rassrochka xarid qilishingiz mumkin. Shunday 190 million so'mga idealniy variant deb o'ylayman. Gap yo'q. Buni ot kuchi nechalik? 132 ot kuchi. 132 ot kuchi. Bir turbina. Aha. 3 porsiya. Ekonomishli. Shunday. Aha. Salon qismini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Avtomat korobka. Ko'pchilik 2 Pro'ni kichkina deb o'ylaydi. Aha. Yo'q, kichkina emas. 2 Pro'ni ham ancha bag'ri keng. Keng ekanlik, haqiqatan keng. Anchagina bag'ri keng. Gap yo'q. Orqa sferadan ko'rinishi mana bu bagaj. Bagaj keng. Bagaj объем 380 litr. Bular o'zi metan propan shart emas. O'zi Ekonomishli. ekonomishli. Juda ekonomishli mashina. Shahar ichida 6-6,5 ta rasxod qilyapti. Masla almashtirishga, u yoq bu yoq teo ishlarga keladilar klientlar. Живой отзыв kitobga yozilganini aytmayapman. Kitobga 5 litr, 5,5 litr shahar ichiga deyilgan 6-6,5 litr rasxod qilyapti. Rasxod, Shunday. Aha. Buni 3 xil pozitsiyada ishlab chiqarilgan bo'ladi. Birinchi pozitsiyasi 239 million 900 live deb nomlanadi. Aha. Umumiy ma'lumot 3 ta pozitsiyada ham bir xil kuzovda terilgan bo'ladi. Tashqari dizayndan birinchi, ikkinchi, uchinchi pozitsiyasini umuman farqiga borib bo'lmaydi. Hozir ko'rayotganimiz bu 3-pozitsiyasi. Aha. Birinchi pozitsiyasidan farqi, birinchi pozitsiya 1.5 atmosferli motor bo'ladi. Bu Aha. benzin tanlamaydi, metanda ham smelli yurib ketaveradi. Aha. Ikkinchi, uchinchi pozitsiyasi esa turbina motorli bo'ladi. Aha. Hozir ko'rayotganimiz 3-pozitsiyasi mashinamiz Turbina nimalar motor. komfortlari bor, nima jihozlar bilan jihozlangan bitta qisqacha obzor qilib beraman. Aha. Lekin batafsil to'liq ma'lumot olish uchun baribir bitta avtosalonga kelish. Aha, yo telefon olish kerak. Olish niyatingiz bo'lsa, kelsangiz, sizlarga tanlov ko'proq. Shunday. Keling avtosalonimizga chiroyli qilib test drive qilib haydab Aha. ko'rish imkoniyatlari ham bizda mavjud. Baribir haydab ko'rsangiz, his qilib Boshqacha. ko'rasiz Aha. haydaydigan texnikangizni. Boshladik. Aha. Mashinamiz to'liq LED optika bilan jihozlangan bo'ladi. Tumanliklari, old, orqa parktroniklari, palasa udержаниялari bo'ladi. Aha. 360 gradus kamera. 360 Tor gradus. parkovkalar, tor yo'laklarga kirish uchun 360 gradus kamerasi ham bo'ladi. Aha. Bitta salon jihatdan ko'ramiz. Mashinamiz to'liq ekologik kojadan ishlangan. Birinchi kirib kelishdan beskuluchovoy dostur. Bismillah. Salon komfortligi bo'yicha xohlagan modellaringiz bilan raqobatlashib biladi, skorost ichaklari. Benzin tanlamaydi eng asosiysi. Avval nima o'tirdingiz? lyuk hamma pozitsiyasida bormi? Lyuk faqat 3-pozitsiyasi bor. Hozir o'tirganingiz qanday? Qulay o'tiribsizmi? Tormozmi Vobsiz mashinangiz? zo'r. Bo'yingiz baland. Mana bo'yim 1.90. Mana endi hozir siz normal o'tiribsiz, endi orqaga bitta o'tirib ko'ramiz. Komfortlik bo'yicha ham liboy mashina bilan raqobatlashib biladi. Mana orqangizda o'tirdim, qisilib Aha. qolganim yo'q, boshim tegib qolgani yo'q. Aha. Bemalol 600 km, 700 km yo'lni ham shu pozada o'tirib bosib o'tib ketaveraman. Aha. Mashinamiz to'liq ekologik koja. Gap. Orqa, oldin hamma skemenkalari qiziydi. Aha. O'rindiqlari, monitor, klimat kontrol, start stop, Aha. полоса удержания, multimedia управление, cruise control, adaptivniy cruise control, Беспроводной зарядкаlar ham bor. беспроводной зарядка, ruchnik elektronniy, auto hold, или Aha. tektronik, mexanika qilib haydasa ham bo'ladi. Mexanika Deflektor orqada ham bor, zaryadniy port ustroysi orqada ham bor. Aha. Xullas, puli arzon, lekin Malibu Baradon komfortni berib biladi. Shunday, Malibuda O'zbekiston. ayrim komfortlari buni Malibuda ham yo'q. Gap. Mashinamiz tan narxi birinchi pozitsiyasi 239 million 900, ikkinchi pozitsiyasi 254 million 900, uchinchi Aha. pozitsiya o'tirganimiz intelligent Aha. pozitsiyasi 279 million 900. 179 million. Farqi endi bunday agar umumiyat ko'rinish jihatdan olsak, lyukda. Farqi Aha. ikki bilan birinchi pozitsiya bilan ikkinchi pozitsiya deyarli bir xil bo'ladi, faqat bitta farqi bor motorida. Motorda. Bu turbina motor. Ha,
Birinchi pozitsiyasi atmosferni, 2 bilan 3-chi pozitsiyasi turbina bo'ladi. Aha. 2 bilan 3 ni sравнивать qiladigan bo'lsak, lyuk 360 kamera, telefoningiz uchun беспроводной zaryadkasiga farqi bo'ladi. Aha. Bo'ldi, bo'ri shu. Xo'sh, endi og'a, bular raskrutka nechik bo'ladi? Eng qiziqli tarafi shu. Masalan, menda Cobalt bor deyli. Cobaltni sotib bu mashinani oljakman. Trading xizmati. Lekin oyina masalan 5 million, 6 million qo'shimcha mablag'im bor. Lekin yig'nab qolmaydi. O'zingiz yaxshi bilasiz. Ha, shunday. Cobalt sotsam bundan to'g'ri kelib olib bilamanmi? Cobaltni xohlasangiz sotib keling. Agar sota olmasangiz, olib keling, o'zimizda trading xizmati mavjud. Haydab yurgan mashinangizni olib qolamiz boshlang'ich to'lov sifatida. Qolganini 3 yilgacha foizsiz raskruskaga chiqarib bera olamiz. 3 yilgacha. 3 yilgacha o'zingiz nomingizga chiqarib Eng beramiz. minimal necha foizini to'lash kerak? Eng minimum 30%dan. 30%dan 30%. raskrukalarning foizi boshlanadi. Ana undan tashqari siz oldin avtokredit yoki boshqa turdagi kredit olgansiz, lekin vaqtida yopolmay yoki oydan oyga просроченияga o'tkazgansiz, bank sizni qizil ro'yxatga qo'shib qo'ygan. Aha. Uni ham inobatga olgan holatda 3 yildan 4 yilgacha leasing xizmati ham mavjud bizda. Ha, leasing xizmati. Aha. Qulay leasing, avto leasing shartlari bor. Aha. Xolasa raskrutka, xolasa leasing aytib olishlaringiz mumkin. Shunday. Xullas otlaringizda umuman cho'rniga tushmagan bo'lsangiz, raskrutka varianti qulay variant, to'g'rimi? Shunday. Aha. Xo'sh, Bitta bagaj qismini ham ko'rsatamiz. Aha. Mana bu bagaj. Uy, bagaj vobshim katta ekan-ku bunday. Bagaj 450 litr. Jem mashinalarning bagajidan ko'psindan katta. Ancha katta bagaji. Gapi. Keyin ko'pchilik sedan minsam, Aha. bizani ko'chalarga sedan minib bo'lmaydi, tagi past, tagi tegib qoladi, unaqa tushunchalar bor. Yo'q, qarang. Bu mashina tagiga Gavda, tegmaydi. Bo'yim baland, panjam Aha. katta. Diskalanchalik? Diskalar 17 razmerda keladi, 17 to'rtalasi ham disk va опорный tormozi bor. Aha. Clearance yerdan mashinani kuzovigacha 24 sm. Aha. Gapi. Bemalol xohlagan joyingizga cho'lmi, qummi qiynalmaydi. Komfort xohlab yurganlar uchun shu mashinani bemalol xarid qilib olishlaringiz Tashqi mumkin. ko'rinishi ham chiroyli, необычный. Restyling kuzov 25-26 Lexus Morda. Aha. Hamda 30% boshlang'ich to'lov bilan bemalol xarid qilib berasizlar. Keyingi modelimiz. Keyingi modelimiz Arizo 8. Gibridmi bu? Arizo 8 modelimiz bu yaqinda keldi. Gibrid mashinamiz, to'liq bak, to'liq zaryadka bilan 1300 km smel yezda qilib beradi. Aha. Gapi. Mashina qanday aytsam sizga eng ustun taraflari o'zim test drive qilib haydab ko'rganman. Aha. Mashinaning eng katta plyuslari mashina uzun, Aha. keng-ku. Ham McPherson podveska bilan jihozlangan. Aha. Lekin ayrim mashinalarda McPherson podveska bo'lsa ham sal jo'ski. Joski. Mashina Bu uzun, yoqda. keng, juda yumshoq, klavenli mashina. Bu bir. Ikkinchisi, mashinada umuman tashqaridan ichkariga shum kirmaydi. Shum kirmaydi. Aha. Boshqa mashinalar, boshqa brendlarga nisbatan shum izolyatsiyasi juda yuqori. Aha. Undan tashqari, uchinchi eng katta plyuslarini sanayapman sizga. Aha. Plyuslari ko'p, endi eng kattasi shu. Uchtasi, mashina juda keng. Ha. Salon qismi juda keng. Panorama. Panorama lyuk hamma pozitsiyasida bor. Aha. Panorama buni ham- tom 50 plus lyuk, to'g'rimi? Shunday. Aha. Bitta Necha test xil qilib pozitsiyasi ko'ramiz. bor bunaqa? Ikki xil pozitsiyasi bor. 344 million 900 hamda ikkinchi pozitsiyasi 364 million 900. Bu demak ikkinchi pozitsiya. Bu ikkinchi pozitsiyasi full pozitsiyasi. Birinchi pozitsiyaning nov farqlari bor bu mashina. Birinchi pozitsiyadan farqi 20 million so'm farqi tumanka bilan diska razmeri kiradi. Diska razmer. Bunda 18 kelsa, unda 17 keladi. Aha. Diska razmerlar. Bitta o'tirib ko'ringchi. Gapi. Bismillah. Hoppa. Endi bu boshqa model. Mashinamiz Mana- komfortlariga kelsak, splashnoy monitor, Monitor. deravyaniy obshivka, двухзонный klimat kontrol. Aha. Двухзонный degani siz tomon alohida ishlaydi, passajir tomon alohida ishlaydi. Graduslari. Беспроводной Rul zaryadka, chiqib podlokon. kirishi. Rul chiqib tushadi, kiradi, rullari qiziydi, skamenkalar qiziydi, soviydi. Aha. Orqa skamenkalari ham qiziydi. Panorama Panorama. tam или lyuk. Luk, голосовой управленияsi ham bor. Aha. Yo'lda ketyapsiz, yuqorisi ko'rsa bitta knopkani bosib, aytasiz, lyukni och, o'ynani och, hamma aytganlaringizni qiladi. Gapi. Skorochichaklari. Bular rasxoti nechta og'a? Rasxod 3.9 deyilgan 4.2 4.3 litr rasxod qiladi. Endi kitobda Aha. yozilgandan bari farqi bor. Bak necha litr? Bak 45 litrlik. 45 litr. 45 litr bilan polni 1300 km 1300 km yuradi. Qachon ham ayrim gibridlar bor 70-60 tezlikdan keyin benzinga o'tadi. Bu unaqa emas. Qachon tok tugasa, tok bilan yursa, keyin benzinga o'tadi. Xohlasangiz o'zingiz o'tkazib yursangiz ham bo'ladi. Xohlasa gibrid aytib qo'ydi. Ko'pincha gibrid bo'ladi, to'g'rimi? Boshqa modellarda. Bularda xohlasa tokda, xohlasa benzinda haydab biladi. Bemalol, xohish o'zingizda. Gapi. Xo'sh, endi bu mashinani xarid qilsalar, komplektida nimalar bo'ladi? Zaryadchi hamma narsalari bo'ladi. Zaryadchik hamma narsasi bo'ladi, elektrostansiyalari. Gapi. Mashina Bu lekin nechalik diskada bu? 18 da bu. 18 lik. Lekin juda Birinchi chiroyli. pozitsiya nechalik diska? 17. 17 lik. 17 diska Farq bo'ladi. uncha katta emas ekan, Yo'q. lyuk bilan diska. Tumanka или Aha. diska razmeri 20 million farqi shunda.
panorama lyuk, tom hamma narsa bor. Hammasida bor. Ikkisidan bor. Birida ham bor, ikkisida ham bor. Shu taraflama so'ragan. Ko'p mashinalar birinchi pozitsiyasida panorama lyuk yoki tom bo'lmaydi. Shunday. Ikkinchi pozitsiyadan, uchinchi pozitsiyadan boshlanadi. Bunda birinchi, ikkinchi pozitsiya hammasida bor. Hammasida bor albatta. 20 million raznica. Agarda sizlar men razmeri 17 lik bo'lsam bo'ladi, tumanka shart emas desangiz, baribir tumankasi bo'ladi, faqat farqi 20 million kamina birinchi pozitsiyani xarid qilishingiz mumkin. Bular ham 30% to'lov bilan olib biladilar. 30% to'lov boshlang'ich to'lov bilan 36 oygacha olsa bo'ladi, lekin bitta videoda ko'rsatib o'ting, mashinaning dizayni ham alohida tema. Buni yoqib bering farlarini. Buni o'zi akkumulyator tortib qo'ying, ko'chada bitta test drive'imiz bor. Aha. Buni bitta test drive qilib yoqib, polnosti ichkarilar bilan ko'rsatib beraman. Videoning oxirida bitta ko'rsatib beraman. Chunki bu o'zimning eng yaxshi ko'rgan modellarimdan, Arizo 8. Ham komfort, ham komfort, premium klassdagi. Shunday. Bu mashinani kim minadi? Arizo 8 ni o'zini, oilasini yaxshi ko'radiganlar minadi. O'zi uchun eng yaxshisini, oilasi uchun eng yaxshisini ravo ko'radiganlar, tavsiya etadiganlar minadi. Nima uchun? Boshqasini komfort bo'lsin. To'g'ri, sal boshlang'ich to'lovi, oylik to'lov sal qimmatroq chiqishi mumkin, lekin hayot shunday. Bir narsani olgandan keyin ishlamasangiz, biringiz ikki bo'lmaydi. Evet. Ishlashga majbursiz. Komfortlik jihatidan zo'r lekin. Haqiqiy salon ham. Keyingi brendimiz Tigos 8 gibrid. 8 gibrid. Oldin bizda faqat benzinlik variantlari bo'lardi, gibrid 7 kishilik mashina. Bu gibrid variant. Avvalgi modellari benzinli bo'ldi. Benzinlisi ham bor bu mashinani. Gibridi ham bor. Ikki xil pozitsiya, 300 429 million 900, 444 million 900. Aha, gibrid versiyasi. Gibrid. Bitta o'tirib ko'ramizmi? Aha. Bismillah. Hoppa. Gibrid mashinalar baribir alohida tema. Bu уже boshqa narsa-ku bu. Bu 8 dan ham komfort ekan. Bu 26 kuzov. Tigos 8 benzinligidan ancha saloni komfort. Aha. U mashinada, benzinlik mashinada nima bo'lsa, bunda ham shunday narsalar bor. Bir-biridan ortiq komforti yoki kam joyi yo'q, lekin dizayn umuman boshqa narsa. Katta Misol uchun qarang. Derevani obshivka qilinyapti-ku. Shuni o'rnida plastmas bo'lsa ham shu vazifani bajaradi. Lekin sifat, inson uchun e'tibor berilgan detallarga e'tibor bering. Besprovodnoy, katta monitor, shofyor uchun alohida monitor, panorama, rejimlarni o'zgartiradigan shaybasi, bar xolodilnik bo'ladi. Bar xolodilnik. Ko'p mashinalarda panorama tom bo'ladi. Bunda lyuk ham bor, bu narsalar. Massaj atamanka. Barda jo'glari svetnoy. Eng menga yoqqan tomoni mazaqanim o'zi oddiy narsa. Lekin insonni jalb qilishi boshqacha. Ha, ben tarafdan. Makiyajning zerkalasiga e'tibor bering. Даже eng kichkina detallargacha e'tibor berilgan mashinaga. Nechta ochkichi bunda? Bunda 340 ta o'tkishi. 340. 340 260 tezlik. Shunday. Gibrid qilib haydaydigan bo'lsa, ancha probeg haydasa bo'ladi. Kilometr. 1300 kilometr. 1300 kilometr. 1300 kilometr bemalol maza qilib yurib yurasiz. Bular endi batareykasini, motordan necha yil garantiyasi bor? Batareyasiga 8 yil garantiya, motor batareykasiga 8 yil garantiyasi bor. Ходовой частiga 90 minggacha garantiyalari bor. Lekin u yumshoq bo'lsa kerak. Arizo 8 dan ham yumshoq bo'lsa kerak. Skorost yo Arizo 8 baribir sedan bundan yumshoq bo'ladi. Baribir rostini aytish yaxshi. Bu baland-ku. Yo'q, sedan doim krossoverdan mягкий bo'ladi aka. Rostini aytib mashina sotgan, любой narsani, не только mashina, любой narsani rostini aytib sotgan yaxshi. Sedan doim krossoverdan mягкий yuradi. Besprovodnoy zaryadka, telefonlaringiz qizib ketmasligi uchun отдельный deflektorlari bor. Skorost rычаг e'tibor bergansiz mashinada yo'q. O, torpedada. Banda torpedada. Skorost torpedada. Mashinamiz to'liq Euro 6 standartga javob beradigan qilib ishlangan. Head-up display. Bunga misol head-up display bo'lishi Euro 6 mashinalarni Euro 6 standartga kiritish uchun kerak bo'ladigan o'zining standartlari bor. Head-up display bo'lishi shart. Skorost torpedada bo'lishi kerak. Bundan tashqari laboviy spirallik bo'lishi kerak. Ayrim bir milliard turadigan mashinada ham laboviy spirallik bo'lmaydi. Endi u eski modellar. Shunday. Bu yangi model. Shunday. Zadni tomondan ham tomosha qilamiz. Lekin baland. Gap yo'q. Hammaga nasib etsin shunday mashinalar minish. Ichaklar ham yangilangan modelda. Eng asosiysi bular benzinda-ku. Benzinda bo'lgani uchun rasxod ko'p deb ko'pchilik yurtdoshlarimiz rasxod ko'pligini aytadi. Endi bu gibrid variant.
bemalol haz etib foydalansalar bo'ladi. Gibrid ekonomist bo'ladi. 7 Aha. kishilik orqa o'rindig'imiz, agar yosh bolalar bo'lsa 2 kishi, katta odamni mindiradigan bo'lsak 1 kishi sig'adi. Yo'q, bizga detskiy kreslо kerak emas desangiz, Kattagina bagaj. tushirsangiz, shundaygina tushirsangiz kattagina bagaj bo'ladi. Agar ikkinchi qator o'rindig'ini tushirsangiz, bemalol Spalniy bo'ladi. uxlab ketsangiz ham bo'ladi yo'lda. Gapi. Adaptiv kruz kontrol zaryadchiklari komplektida bor. variant etaman desangiz. Zapaska balon pastida bo'ladi. Aha. Mashina 4 ta oynasi, bagaji, panoramasi, detskiy rejimi bor. Gapi. Bezopasnisi kuchli. Bezopasnost bor. Bolajonlarimiz uchun bu ayniqsa juda kerakli narsa. Detskiy rejim. Gapi. Bo'lmaydi. Xo'sh, demak, bu modellarimiz ham boshlang'ich 30% bilan 36 gacha rastrojkalarimiz bor. 36 gacha. Buni eng zo'r tarafi nechi? Siz qaysidir bir biznes egasiz. Mana 400 million pulingizni biznesdan olib chekamassiz. Lekin biznesingizdan normal daromad kelib turibdi. 30% ni to'laysizlar, mashinani haydab yuraverasizlar, biznesingiz ham yurib turadi, buni oylik to'lovini ham to'lab turaverasizlar. Asosiysi rastrojka ustidan pul minmaydi. O'z narxini bo'lib to'laysizlar. Shunday. Ham biznesingiz yuraveradi, biznesdan keladigan оборотni shunday mashinani to'lovga qaratib qo'ysangiz, 1 yil, 1,5 yildan keyin, 2 yil, 3 yildan keyin rastrojkasidan qutulsangiz, ham biznesingiz o'zingizda qoladi, ham mashinangiz o'zingizda qoladi. Bu zo'r idealniy tanlov bo'ladi. Aha. Mana Xo'sh. Keyingi modelimiz Tigo 7 26 restyling kuzov. Bu mashinani O'zbekiston bo'yicha birinchilardan beri o'zim ko'rganman. Toshkentda taqdimotida. Aha. 26 restyling kuzov. E'tibor bergan bo'lsangiz 8 ni benzinlik versiyasiga o'xshaydi. Aha. 26 kuzov. Nimalar o'zgardi? Brend o'zgardi. Aha, Brend logotip kattalashdi. logotip o'zgardi. Fara, tumanka, oblisovka, mashina to'liq kapot, krilo, balon, disk razmerlar, hajmlari, dizaynlari полностью restyling. Aha. Mashinani bitta ko'ramiz. Gapi. 26 kuzovni. Keyin bitta 25 kuzovni ham ko'rib chiqamiz. Kommentariyada yana nimasi kamchilik bo'lib qoldi, agar kamchiligi bo'lsa, o'zingiz uchun nima komfort qilmoqchi bo'lsangiz siz yozing, men o'qib zavodga taklif kiritaman. Ikki model ham bir yerda turibdi. 26, 25. 25 model. Bular narx o'rtasida necha million? Narxi deyarli bir xil. Deyarli bir xil. Aha. Kimga qaysi kuzov yo'qdi, bitta kommentariyaga yozsinlar. 26 deganlar 26 ni, 25 deganlar 25 ni bitta yozib qoldirsinlar. Ikki xil modellar ham bor. Shunday. Bitta salonni test qilib salonni ko'ramiz. ko'ramiz. Bismillah. O'rindiqlarimiz elektropaket. Aha. Bunday Хрусталь рычагlar. splashnoy monitor, Aha. panel управления, хрустальный рычаг, бар холодильник, режим изменения, беспроводная зарядка, старт-стоп, голосовое управление, panorama ton, Sony акустика, памятные сиденья, Sony qo'yilgan. карбон, мягкий кожа, мягкий кожа, перфорационный. Gapi. Salonga bitta baho bersinlar. Salon, в общем, komfort. Bormi 7 kishilikmi? Shunday. Yo'q, bu 5 kishiligi bu. 5 kishilik. Bu Aha. 5 kishiligi. Chery mashinalari haqida umumiy bitta ma'lumot aytib o'tib ketaman. Aha. Bizada mexanika mashina yo'q. Aha. Hammasi avtomat bo'ladi. Aha. Keyingisi kojasi eng yuqori koja eko kojadan bo'ladi. Bizada materialli salon yo'q. Hammasi kojini salon. Hamma mashinamiz eng oddiysidan tortib eng yuqori darajasigacha. Qo'shimcha rasxod bo'lmaydi xullas. Qo'shimcha rasxod umuman yo'q. Kelsangiz salon hisobidan kelisha olsak, sizga nima dop funksiya kerak, bonuslarga qo'shib berishimiz mumkin. YouTube hamma narsa Android sistemasida ishi. YouTube albatta CarPlay bo'ladi, Ha, Apple CarPlay. CarPlay hamma sistemalari ishlaydi, plavinni. Gapi. Hozir ishlab turibdi. Bitta bagaj qismini ham ko'ramizmi? Gapi. Bagaj to'liq elektropaket. Aha. 480 litrli bagaj. Aha. Pishalkalari bilan, subwoofer pishalkalari bilan turibdi. Eshiklarda modelli bagaj qismida ham pishalkalari bor. Bagajda ham, eshiklarda ham alohida. Aha. Endi bagajda pishalkalari Pishalka, bo'lishini bo'ldi. maqsadi nima? Aha. Subwoofer bo'lishini to'liq salonni ichi yurayotgan paytingizda oynalar yopilsa vakuum bo'ladi. Aha. U agar davleniyasi o'ynab turadigan odamlarga birdaniga boshiga og'riq beradi. Ha. Ikkita chastota bir tomondan chiqsa, u bosh og'riq beradi. Ikkita chastota o'rtadan chiqsa, u vakuum bo'lmaydi. Gapi. Xo'sh. Bu instrumentlaringiz uchun joy, zapaska eng pastida bo'ladi shuni. Ha, zapaska ham bor. Zapaska balonlari eng pastida bo'ladi. Gapi.
Xo'sh, endi narxi necha so'mmi? Narxi 2 xil pozitsiya, 26 kuzov, 299 million 900, Aha. 344 million 900. Bu Rassrochka. ikkisidan bir xilmi? Ikkalasida ham panorama bor, farqi 360 kamera, bespроводной zaryadka или tumankalarda. Aha. Ikki xil pozitsiya bor. Shunday. Xolos, hozir 25 variantini olishlaringiz mumkin. Xohlasangiz 26-yil restyling variantini olishlaringiz mumkin. Keyingi mashinamiz 7 Pro Max. Aha. 7 Pro Max Limited Edition bo'ladi. Misol uchun 7 Pro, 6 Pro yoki 8 gibridlar hammasi yil davomida chiqib kelsa, 7 Pro Max 1 yilda 1 marta chiqadi. Ha. 1 yilda 1 marta 100 ta bo'lsa, 100 ta, 200 ta bo'lsa, 200 ta chiqadi, tomchi bilan chiqmaydi. To'xtaladi. Yana Tigo 7 Pro, 8 Pro, 6 Pro, 8 gibrid oxirida Max qo'shimchasi qo'shilsa, Cherry mashinalarida Full. Max deyildiki, bu 4x4 bo'ladi. Aha. 4 ta balon ham tortadigan 4V da bo'ladi, qolganlari передний привод bo'ladi. Ha. 7 Pro bor, 7 Pro Max bor. Farqi 7 Pro Maxda 1.6 turbina, Aha. 7 Proda 1.5 turbina. Buni 4 ta balon ham tortadi, uni faqat 2 ta old balon tortadi. Oh. Farqi ana shunda. Xo'sh. Bitta tep turib ko'ramiz. Diskalar. 18lik diskalar. Diska 18 mягкий balonda keladi. Balonni almashtirish shart emas. Aha. Bismillah. 7 Pro Maximizda ham 912 limit kontrol, splashnoy monitor. Keyin yana bitta umumiy ma'lumot, hamma mashinalarda datchik tunnel bor. Aha. Tunnel datchik degani qorong'u bo'llik avtomatik faralarni o'zi yonadi. Rulni qaysi tomonga bursak, mashina burilishidan oldin buriladigan tomonni oldindan yoritib beradi. Aha. Qayerga burilayotganingizni ko'rib turasiz. Danli bilishlar o'zi avtomatik. Dalni bilishlar avtomatik yonadi. Agar dalni bilan trassada ketayotgan bo'lsa, 400 dan kelayotgan mashinani strechkani ko'zini urmaydi. Shunaqa intellektualni faralari. Gapi. 7 Pro Maxda. Xo'sh, bu necha ot kuch endi? Bu 186 ot kuchi. 1.5 turbina 8 Pro'si 147 ot kuchi. 8 Pro Max 186 ot kuchi bo'ladi. Aha. Mashinaga bitta ko'rib o'zlari baho bersinlar. Bular narxlari necha so'mdan boshlanadi? 8 Pro Max. Bir xil pozitsiyasi bormi, ikkimi? 8 Pro Max, 7 Pro Maxda bir xil pozitsiya bor. Aha. 364 million 900. 164. Bular ham rassrochka bormi? Bunda ham rassrochka bor. Gapi. Xohlasangiz naqd avtokredit asosida xarid qilsangiz 25 million so'm skidkasi ham bo'ladi. Faqat rassrochkada o'zini pulini bo'lib beradilar. Aha. Agar naqd pul bo'lsa, Shunday. yoki avtokredit bo'lsa 25 million skidkada. Gapi. Bu 7 Pro Max. Orqasini bitta ko'rsatib bering. Orqasi ham neobishni, faralari splashnoy yonadi. 23-24 lardan farqi juda katta. Juda. Aha. Bombaviy katta. Keyingi mashinamiz 8 Pro Max. 8 Pro Max. 8 Pro bor. 8 Pro Max bor. Bu Max. Aha. Demak, oldingizni tortadi. Shunday. Aha. Orqa oldin 4 tala balon ham tortadi. 8 Pro Max bor, 8 Pro bor. 3 xil pozitsiya. Aha. 8 Pro'ni o'zini 2 xil pozitsiyasi bo'ladi. Va 8 Pro Max, 8 Pro Max bir xil pozitsiya bo'ladi. Umumiy 3 ta pozitsiya, 3 tala pozitsiya ham bir xil kuzovda yig'ilgan. Aha. Tashqi ko'rinish, dizayn, morda, gavda, ichki salon, eksteryer, interyerlari, joylashuvi umuman farqi yo'q. Aha. Faqat eng asosiysi boshida aytganimdek, eng katta farq kapotni tagida. Motorda. Motorda bo'ladi. 8 Pro 1.6 turbina bo'ladi. 8 Pro Max 2 turbina bo'ladi. 2 turbina. 2 turbina bo'ladi. 245 ot kuchi. 8 Pro 1.6 turbina 186 ot kuchida. Aha. Bitta salonni test qilib ko'ramizmi? Salonni ko'ramiz. Salonni bitta o'tirishdan oldin aytib o'tib ketaman. Saloni 2026 7 Pro ni saloniga o'xshash. Aha, o'xshash. Mena verishda dinni e'tibor berganlar bu narsalar. Atamanka, massaj, hamma sistemalari bor. Salon to'liq kojini va jigar bilan qora derevyanni kulrang perforatsionli. Aha. Bunda ham tirik insonga nima kerak? Hamma funksiyalari bor. Gapi. Head-up display, 912 km kontrol, datchik tunneli, datchik dashda. Hamma mashinalarimizda datchik dashda bor. Suvni, yomg'irni tushish tezligiga qarab dvornik o'zi o'lchaydi Avtomatik tezligini. ishlaydi. Aha. Tez yomg'ir yog'sa tez. Sekin yog'sa sekin. Uni siz regrovka qilishingiz bunday shart emas. O'zi regrovka qiladi. Shunday. Xo'sh. Mashinani saloni keng, mashina juda mягкий mashina. Bu Bagateyev ishlangan ekan. Salonlari, Salonlari ham ko'jalari. shunday. Mana shu derevyan obshivkani o'rnida plasmas bo'lsa ham turadi-ku, to'g'rimi? Shu vazifani bajaradi. Lekin derevyan obshivka inson uchun o'tirganda o'zingizni komfort kerak bo'lsa, bor. o'zingizni komfortni bir
idealniy atmosferada his qilishingiz uchun hamma mehr beriladi. Gapi. Mashinamiz qanday? Mashina gapi yo'q. Kenglik ham zo'r, funksiyalar ham zo'r. Narxlari Sax Pro ni ikki xil pozitsiyasi bor. 399 million 900. Ikkinchi pozitsiyasi 417 million 900. Aha. Sax Pro Max bo'lsa 480 million 900. 8 Pro Max. Shunday. Naqd, avtokredit, leasing, рассрочка hamma to'lov turlari bor. Gapi. Eng xadavoy mashinalarimizdan. Arizo Eng 6 Pro. xadavoy. Arizo 6 ni birinchi pozitsiyasi. Birinchi pozitsiya. Aytdim-ku 239 million 900. Hamma mashinalarimizda Mitolka 6, 7, 2 hamma modelimizda 25 million so'm skidkasi bor. Skidka bilan 239 million 900 emas, 214 million 900 ga olinadi. 214 million. Gapi. 215 million so'mga mana shu mashina diskoviy tormozlar, kojinli salon, rul qiziydi, skamenkalari qiziydi, 1.5 atmosferli motor. Juda zo'r mashina. Endi qaranglar, bu plan novi. Avtomat korobka 10x olsangiz mumkin. 10x yaxshimi, bu yaxshimi? O'zlaringiz qaysi ma'qul keladigan bo'lsa tanlov qilaverasizlar, lekin bu mashina komforti boshqacha. Mashina juda keng aka, ishoning. Toshkent haydaydiganlar, taksichilar haydayapti. Aha. Trassada 5,5-6 litr расход qilyapti. Saloni juda keng, mashina mягкий. Ancha-muncha mashinadan mягкий. Keyin qarang, bularga propan qo'yadigan bo'lsalar ish bo'ladi. Propan, metan ustanovkalari o'zimizda ofitsial servislarimizda qo'yilsa, Garantiya o'chmaydi. garantiya buzilmaydi. Bizda 5 yildan 8 yilgacha bergan garantiyamiz tushtirish o'zini holatda turadi. Gapi. Ana endi biza sizlar bilan Arizo 8 da gibridni ichki interyer, eksteryer bilan bitta tanishib chiqamiz. ketdik. Ketdik. Ruldan o'tirasiz, passajirdanmi? Ruldan o'tiravering. Bo'ldi. Bismillah. Bismillah. Hoppa. Rementni taqasiz. Regrovkalar eshikda. O'zingizga qulay qilib turib moslashib bo'ling. Gapi. Xo'sh. Voy вообще keng-ku bu. Bu endi qarang. Ko'pincha Malibuda o'tirganda bunchalik keng o'tirib bo'lmaydi, lekin komfort jihatidan komfortligi zo'r, lekin hozir eng zamon talabi gibrid. Shunday. Gibrid. Bitta tormozni bo'lsang, panel upravleniyalarni ham ko'rsatamiz. Xo'sh. Mashinada start stop kalit umuman yo'q. Ishlab beramiz buni. Ha, bo'ldi, mashina yondi. Yondimi hozir? Mashina yondi. Rementni taqib tormoz bitta bo'lsangiz mashina yonadi. Lekin Gapi. faqat eslab qo'ying, rement taqilgan bo'lishi kerak. Rement taqilmasa yonmaydi. Rement taqilmasa yonmaydi. Aha. Gap yo'q. Hozir bu yerda Mashinaning tablolariga e'tibor bering. Dual Aha. zonli klimat kontrol dedim-ku. Aha. Mana ikki xil gradus ko'rsatyapti. Men o'zim tomonni xohlagan gradusga qo'yib, Bir tarafda. Mana shu ikkita deflektor mani foydamga ishlaydi. отдельный Bu kontrolyatsiya tomon bo'ladi. sizniki, ha. Endi Aha. qarang, yana nimalar kiradi? Rul qiziydi, o'rindiqlar qiziydi ham, soviydi ham. Aha. Radnoy o'zini zavodskiy освежителлarigacha bor. Nima deysiz? 3 xil 3 xil. Xohlaganini qo'yib ishlatadi. Undan tashqari bizani Buxoro, Xorazm, Toshkent havolari sal o'ziga bor. Bizda havoni filtrlaydigan jarayon ham mavjud. Bilinmaydi. Oddiy havoda ketyapsiz, faqat havo filtrlab ichkari kiryapti, bo'ldi. Rul elektronniy. Shunday, rul elektronniy. Faqat 120 dan 300 ga rul qattiqlashadi. O'zi upravleniya qiladi. Juda qattiq bo'ladi, mashina o'ynab ketmasligi uchun. Endi buni yana bir plus taraflari sideniyani eshikdan ligirovka qilgan. Shunday, как Mercedes o'xshab. U pastdan ligirovka qilib o'tirib. Unaqa egilib, bunday azob chekib. Xohlagan vaqtingizda sideniya qisdimi yoki yaqin qaldingizmi, bandan turib boshqarishlaringiz mumkin. Pametni sidenlari ham bu panorama. Panorama tom и plus lyuk. Shunday. Gapi. Orqa salon qanday? Keng. Orqa salon вообще keng. Masalan, oldindan bu daraja ko'pchilik yotib oydamaydi, bu darajada yotirib oydamaydi. Agar buni tortib qo'ysangiz yana kengayadi. Ikkalamiz ham gavdamiz juda katta, lekin qulay o'tiribmiz ikkalamiz ham. Gapi, rul qizdi o'zi. Rul qizidi, skamenkalar ham Eng plus tarafi buni yonganini bilmaydi ekansiz. O'chirjak vaqtida ish bo'ladi. O'shdiki rulni qotgandan bilasiz, ruli qattiq bo'lib qoladi. Aha. Demak, hozir men remen tortsam o'chanmi? Remen 400 ga o'chadi. Gapi. Rushnik ko'tariladi. Bunda rushnik ham yo'q, qarang, start stop ham yo'q. Avtomatik hammasi. Hammasi avtomatik. Remenni taqdizga rushnik ko'tarilib, mashina yurishni boshlaydi. Orqasi berasiz. Gapi. Rul qizdi. Maksimal tezlik 260 tezlik. Shunday.
lekin mashina juda tez. Aha. Razgon Buni endi juda tez. agar faqat to'xtayman desa necha kilometr yuradi? 200 kilometr yurib beradi. 200 kilometr. Agar kunlik rasxodlaringiz bo'ladigan bo'lsa, misol uchun ishga, bog'chaga, uyga borib keladigan rasxod 100 kilometr, 150 kilometr, 200 kilometrgacha tokda yuraverasiz. Uyda zaryadga qo'yasiz. Benzin solish shart emas. Benzin solish shart emas. 40 ming so'mlik tok bilan 200 kilometr yuradi. Endi Gap. kitobida 250 deyilgan, keling 200 yursin. 180 yursam yetadi-ku. 180 yursin bizning O'zbekistonning Klementida. Menimcha yaxshi Komfortlik variant. bo'yicha zo'r, hammasi zo'r. O'zingiz uchun Eng asosiy tarafi rasroska bor. shunday. Pul yig'nab o'tirish shart emas. Shunday. Xolos o'zini jentrasini ko'piltirib trekkerni sotib bu narsani xarid qilishingiz mumkin. Keyinlikina gap bo'lishi mumkin emas. Xullas, ichi komfort kerak bo'lsa, hammasi bor. Eng yana bir ustun tarafi rasroska. Rasroshkasi bor, yana qanday desam, sizga komfort, ekonomika kerak bo'lsa, Arizo 8. Oilasi katta odamlar uchun Tigo 8 gibridlarimiz bor. Bizda xohlagan turdagi, xohlagan sharoitdagi odam uchun mashinalarimiz bor. Eng arzonidan tortib, eng qimmati 7 kishiliklargacha. Gap yo'q. Xullas, kelasizlar, zo'r variant. Haqiqiy komfortni his qilaman desangiz, Chery Buxoro Doim sizlar uchun xizmatda. Xudo xolasa. Kelib test drive etib olishingiz mumkin. Ma'lumot uchun kattakon rahmat. Endi o'shdi bu to'g'rimi? Bilish. Turdi bu ishda. Do'st tushasi rulni qo'tadi. Shuni oching, men hech narsaga tegmay turaman. Hoppa. Tamam, eshikni yop. Rul qotdi. Tamam, o'shdi. Bu prosto aytishamiz. Bor komfortni his qilaman desangiz, kelib haydab ko'rishlaringiz mumkin. Bizdan aytdim-ku, eng katta yangilikni oxirida aytib o'tib ketaman deb. Videoni oxirigacha ko'rganingizga pushaymon bo'lmaysiz. Bizga ko'p savollar bo'ladi. Mani o'zimni uyimda, o'zimni viloyatimda Chery avtosaloni bor. Men nima uchun aynan sandan Buxorodan borib Chery avtosalonidan mashina xarid qilishim Nechta kerak? takliflar berib bilasiz bizga? Bizda hech qaysi avtosalonda bo'lmagan bonuslar, chunki eng ko'p prodaja qiladigan, Allohimga shukr, rizqi keng avtosalon bu bizniki. Buxoro viloyati hozir respublika bo'yicha birinchi o'rinda. Boshqa avtosalonlardan farqimiz, boshqa avtosalonlar parok, tonirovka, u bonuslar shuni ham biz ham beramiz. Undan tashqari Arizo 6 Pro Triglayniga shunday podarka qilib yuborish imkoniyati bizda bor. Qachon beriladi bu? Skoro shu yaqinda beriladi. Ana shu videoni ko'rayotgan odamga o'zim nasib bo'lsa shu kalitni topshirish nasib qilsin. Eng kamida Chery minaylik, bundan zo'rlarini minish hammamizga nasib qilsin. Demak, Chery avtomobilini xohlagan modelni xarid qilgan odam Arizo 6 Pro'ni yutib olish imkoniyati bor. Albatta. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Imkoniyatlari kengidan foydalanaman desangiz, bemalol tashrif buyuraverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.